Ha, bu yana o'sha zulmat egallagan qishloq va bu yovuz masqaraboz kundan kunga xavflilashib ketmoqda. Va endi u yolg'iz emas. Ashta ertalab bo'lib qoldi, lekin biz Mamatga o'zimizga, ya'ni joy qurishimizga kerak. Qanaqa joy bu yoqda bizani ekinimiz bo'ladi. Shederni mamnaqa qo'rqinchli qilib qo'yishi, atmosferani qorong'i qilib qo'yishi o'yinni yanada qo'rqinchli qilyapti. U yaxshi ertalab bo'tdi. Yaxshi tayyor. Joyimiz ochildi. Ana endi biz o'zimizga mana yoqqa ekin ekamiz va ekin ekishimiz uchun bizga birinchi bo'lib matiga kerak bo'ladi. I can see you. Bo'tdi. O'zim ko'ryapmanmi? Qanaqa g'alati savol bo'ldi bu? Hop, bizda suv zaxirasi bor, mana tuganmas, olganman. Bu yoqdan suv qo'yamiz. Xo'sh, yana suv olib kelaman. Nimani ovozi bu? Ovoz yomon cho'chityapti borgan sari. Keldi. Uchib ketdim. Yurib kelishini qaranglar. Voy, unaqa. Nima bu? Nima unaqa katta bu? Demak. Uy. Uning bitta o'ldiryapti. Yo'q-mayo. Hali joyimni qurib olmaganman, qizig'i. Joyimni tinchgina qurib olay tez. G'alati holatlar paydo bo'lyapti. Har xil ovozlar eshitilyapti. Men ko'zimga narsalar ko'ryapman. Kimdir yurgan deb o'tdi, keyin yo'q qo'yapti. Mana bu jitilam shar uchyapti. Shar. E'tibor beringlar. Qattaligimizni yana biladi. Yo'q. Qani? Oldimda paydo bo'lganini qaranglar, bu yaramasi. Yomon tez uradi. Qo'y biling. Qoch. Kimsi yomon uradi. Ko'rmayapman men bu tur. Endi ko'rindi. Armorni yevordi prosta. Umuman durabilitysi qolmadi. Prosta almas qidirib chiqqanlarim prosta bekor bo'lib ketdi hozir. 1 2 3. What the? Nima bu? Boshlandi. Qani? Bilin, hamma yoq qorayib ketdi. Ana yana bitta shar. Osmonga uchib ketyapti. Bilin, bu Pennywise meni yomon cho'chityapti. Nima u? Derzamoldan o'tib ketdi. Nima edi u? Ovozlarni eshityapsizlarmi? Yo, faqat menga eshitilyaptimi? Kulma. Va nihoyat ertalab bo'ldi. Nima bu? Kim bu sharlarni qo'yapti? Kimdir meni kuzatyapti. Shuni bilyapman. Aniq kimdir meni kuzatyapti. Qanaqangiz? Lang. Nimaga bu o'zi paydo bo'ladi? Cho'chitib yording. Plus maski. Bu o'lgan edi-ku. Nima bu? Ekranim qoraverib cho'chityapti bo'yidan beri. Men qanaqa suv bu yana men uyim oldida paydo bo'ldi. Yo'qoladimi? Yo'qolmayapti. Va nihoyat. Bo'ldi. Yo'q bo'lyapti suv. Menga bitta ideya keldi. Ya'ni Pennywise bilasizlar, uy ichkarisiga ham kira oladi. Shuning uchun pastki qavatga baza qurish va aynan bazamiz mana shu tarafdan bo'ladi. Kulishini qaranglar. Ana endi daraxt olib kelishim kerak. Balin, qorin och, hech narsa yo'q yeyishga. Bor, lekin pishirishim kerak. Tayiq. Paydo bo'lgan joyingni qara, cho'chitording la'nati. Qo'ylab kelishini qaranglar, iblos. Yo'qol. Onasini emsi shunchalik ham qo'rqitadimi? O'zi bilib turuvdim shunaqa narsa bo'lishini. Ey, o'la, sanmiding? Hallaginangga nima otdi deyman? Atmosferani qaranglar. O'ta qorong'i, hamma yoqni zulmat qoplagan. Nima kulishi ham cho'chityapti. Buni qaranglar, prosta oyga gap bo'lishi mumkin emas. Atrofini bo'ldim, lekin olib chiqishim kerak. O'ta tuman bo'lib ketdi hamma yoq. Ey, bilet cho'chityapti. O'ldir. Hey! Endi bu kelyapti oldimga. Suv olamanu yo'qolaman. Pastda yurgan ekan. Urib yo'qolib ketdi. Bizda va nihoyat bitdi. Bitdi.
Va biz buni ham bundoq qilib qo'yamiz va mana. Ana endi biz bu yoqqa ham tushib keta olamiz. Va ana endi bizning basementimiz bor. Ana endi bu atrofni shunchalik yoritish kerakki, bunaqangi fog paydo bo'lmasligi kerak. Ketdik, sham yasab kelamiz. Yana qorong'ulik egalladi qishloqni va ana endi bundan ham battar holat kutish mumkin bizani. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Ah, mana qarab turibdi. Nimaga shart ko'tarib turibdi bu? Yaxshi o'rtoq emasman-ku. Faqatdan bilasan meni yaxshi o'rtoqligimni. Bilmaysan-ku meni yaxshi o'rtoqligimni. Mana. Yaxshi. O'rtoqligimni qayerdan bilding? Kema? Yaqinlashma. Ma. Bir urushda o'ldirib qo'yapti. Bir urushda. Mana qayerdan ko'ryapti bu? O'zi hozir kelib ketdi. Mana la'nati. Uy. To'xta. La'nati. Yugurishini qaranglar buni. Balin buni yugurib yurishini qaranglar. I can see you deydi. Ana endi ichkarida paydo. Yo, iltimos, ichkarida paydo bo'lma. Qulayman. Iltimos, uxlashga qo'y. Bo'ldi, uxladim. Lekin bu yaramas hali ham meni oldimda. U meni o'ldirmaguncha qo'ymaydi, shuni bilaman. Va endi men uni o'ldirishim kerak. Bu aniq. Uyim ichkarisiga kirib oldi. La'nati, chiq. Balin bu nechimat? Tamom. Kiyimim o'sha yo'q. Va nihoyat o'ldi, lekin umuman foydasi qolmadi va kiyimlarim bor butligicha sinib ketdi. Bu juda ham yomon. Uy! Paydo bo'ldi. Uy! La'nati, yo'qol!